Bugun 2026-yil 11-aprel. Navbatdagi prinsipimiz, tayyor prinsipimiz Jizzax viloyati Gagarin shahriga bo'ldi. Biz tayyor prinsipni olib ketyapmiz. Keldilar, mana ko'rdilar. Ishimizni aytdilar, to'g'riladik. Aka, qalay ishimiz? Zo'r, ishlaringizga gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Ishlaringizga lekin besh ketdi. Haftan uskunlaringizga Alloh baraka bersin. Xudo xolasa hammaga tavsiya qilaman. Ko'ngildagidek qilib, aytgan narsani aytgandek qilib berdi. O'zimizdan ham qo'shdik, o'zlaridan ham qo'shdi, mana bularni qo'shib chaqirib, hamma taraflarni chiroyli qilib berdi. Rahmat. Bu ham arzon, ish ham sifatli. Alloh baraka bersin. Rahmat sizga. Yonboshlaringiz topganlaringizga Alloh baraka bersin. Yonboshlarini tushuntirdingiz. Bu prinsipimizga kelsak, bu prinsipimiz 1.40 2.40 razmerda bo'ldi. Spark balon, lapascha balon tushishi uchun Halazalar 15 lik Cobalt, halazalar Jiguli, halazalar Nexia hamma balon ketaveradi. Mana bu mol bog'lash uchun, mana bu yerda qo'zg'ala tushib qolmasligi uchun qalin qilib, sho'tchi qilib, mana taxlab berdik. Hamma joyida chiroyli qilib, parkov hardamgidek zanjirlar bilan tok montajini ham qilib taxlab berdik. Sizga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanadi. Manzilimiz Jizzax viloyati G'abror tumanidan.